Birinchi marta qaynonam momojonimlarga o'z qo'llarim bilan samarqandcha zig'ir yog' oshini tayyorlab berdim. Va sizlarga ham Samarqand oshi qanaqa tayyorlanishini ko'rsatib o'tmoqchiman. Samarqand oshi boshqa oshlardan farqi, Samarqand oshiga zig'ir yog' solinadi. 2 cho'mich zig'ir yog', 1 cho'mich semichka yog'idan soldim. Go'shtlarimizni orqa oldini yaxshilab qovurib, ustidan piyoz solamiz. Piyoz bilan birgalikda go'shtimizni ham yaxshilab qovurib olamiz. Oshga kartoshka solinmaydi bilaman, lekin men oshdagi kartoshkani juda ham yaxshi ko'raman va qaynonam momojonimlar ham juda ham yaxshi ko'radilar. Shuning uchun har doim osh qilganimizda bitta yoki ikkita kartoshka sovuramiz. Go'shtimizni ustidan to'g'ralgan sabzilarimizni tuz, ziravorlar solib bitta yaxshilab qovurib, ustidan sabzilar ko'milguncha suv solasiz. Past olovda yarim soat qaynatasizlar. Yarim soatdan keyin toza yuvilgan guruchlarimizni ham solib, guruchimizni ustidan bir piyola suv solasizlar. Gazni baland qilib, suvlar tortilguncha qaynatib olamiz. Suvlar oqmagandan keyin oshimizni dimlash jarayoni xuddi shunaqa ko'rinishda qilib olasizlar va ustidan ozgina zira sepib va ustidan paket yopaman 10 minut dimlashga olib qo'yamiz. 10 minutdan keyin oshimizni bemalol suvsak ham bo'ladi. Samarqandcha oshni ko'pchilik har xil qiladi. Men esa mana shunaqa Samarqandcha oshni tayyorlayman. Oshim juda ham mazali chiqdi. Ayniqsa bu oshni mana shunaqa oila davrasida yeyish qanchalik maroqli. Qizlarjonlar, Samarqandcha oshga marhamat.